buyuk fizik olim Isak Nyuton 3 ta qonun yaratgan. Bugun mana shu qonunlar bilan tanishib chiqamiz. Nyutongacha bu qonunlar fanga ma'lum edimi degan savolga javob topamiz. Birinchisi, inersiya qonuni. Nyutonning birinchi qonuni. Nyutonning birinchi qonunida aytilishicha, jismga tashqi kuch ta'sir etmaguncha u o'z holatini saqlaydi. Bu tushunchani Nyutondan asrlar oldin quyidagi olimlar ta'riflagan. Abu Ali ibn Sino, ya'ni Avicenna. U o'zining Kitob Ashfo asarida jismga tashqi omil ta'sir qilmasa, u o'z harakatini yoki sukunatini saqlashini yozgan. U buni mayl, intilish tushunchasi bilan tushuntirib bergan. Ibn al-Haysam, u ham harakatlanayotgan jismni to'xtatish uchun tashqi kuch kerakligini ta'kidlagan. Dinamika asosi. Nyutonning ikkinchi qonuni. Bunda kuchning tezlanishiga mutanosibligi haqida g'oyalar ham qadimgi olimlarimizdan begona bo'lmagan. Abu Rayhon Beruniy jismlarning og'irligi, harakat tezligi va ularga ta'sir etuvchi kuchlar o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganib chiqqan. U yerning o'z o'qi atrofida aylanishi va markazga intilma kuchlar haqida o'z davri uchun inqilobiy fikrlarni ilgari surgan. Abul Barakot al-Bag'dodiy u tezlanish tushunchasini tushuntirib bergan. Uning fikricha, jismga kuch muntazam ta'sir qilsa, uning tezligi ortib boradi. Bu aynan Nyutonning ikkinchi qonuniga to'g'ri keladi. Ta'sir va aks ta'sir. Bu Nyutonning 3-qonuni. 3-qonun bo'yicha har qanday ta'sirga teng va qarama-qarshi aks ta'sir mavjudligi haqida. Abu Ali ibn Sino, u ikki jism to'qnashganda yoki bir-biriga ta'sir qilganda har ikkalasida ham o'zaro qarshilik kuchi yuzaga kelishini qayd etgan. Nima uchun Nyuton qonunlari deb ataladi? Undan avval ham topishgan ekan-ku degan savol paydo bo'lishi mumkin. Garchi Sharq olimlari bu qonunlarni kuzatgan va falsafiy mantiqiy jihatdan tushuntirgan bo'lsalar-da, Nyutonning ustunligi shundaki, u bu qonunlarni yagona universal tizimga birlashtirdi. Ularni matematik formulalar ko'rinishida ifodalab berdi. Bu qonunlar nafaqat yerdagi jismlarga, balki osmon jismlariga ham taalluqli ekanini isbotladi. Butun olam tortishish qonuni. Bu shartli ravishda Nyutonning 4-qonuni deb aytiladi. Xulosa, Turkiy va islom olami olimlari Nyuton qonunlarining poydevorini qurib berishgan. Nyuton esa bu g'oyalarni o'qib, o'rganib, ularni zamonaviy fizika tiliga o'girgan. Ana shunaqa.